Toshkent shahrida O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi tomonidan tashkil etilgan Birlashish nuqtasi ommaviy axborot vositalari haftaligiga start berildi. 27-iyun Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan haftalik milliy va xalqaro media ekspertlari hamda assotsiatsiyaga a'zo nodavlat tele va radio kanallar vakillarini bir maydonga jamladi. Haftalikning ochilish marosimida O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi boshqaruv raisi Odiljon Tojiyev media sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, milliy kontent raqobatbardoshligini oshirish va zamonaviy media makonini rivojlantirish masalalariga to'xtaldi. Ushbu haftalikda barcha ishtirokchilarimiz, ayniqsa nodavlat telekanallarda, nodavlat radio kanallarida faoliyat yuritayotgan bir qancha ijodkorlarimiz ushbu haftalikda bevosita xorijiy hamkorlarimiz bilan birgalikda mahorat darslarini oshirishlari mumkin bo'ladi va hozirgi globallashuv davrida yangi tendensiyalarga moslashish, media marketing borasida yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish borasida bir qancha mahorat darslarini o'zlashtirgan holda bir do'stona muhitda ushbu haftalikni o'tkazishlariga umid bog'laganmiz. Shu maqsadda ushbu haftalikni tashkil qilganmiz. Birinchi kun doirasida Turkiyaning yetakchi telekompaniyalari mutaxassislari ishtirokida xalqaro seminar trening o'tkazildi. Unda telekanallarning raqamli platformalar bilan integratsiyasi, auditoriyani saqlab qolish va zamonaviy kontent strategiyalarini yaratish bo'yicha amaliy tajribalar taqdim etildi. Kunning ikkinchi yarmida ishtirokchilar Zo'r TV telekanaliga uyushtirilgan press tur davomida telekanalning ijodiy va texnik imkoniyatlari hamda Zo'r Play raqamli platformasi faoliyati bilan tanishdilar. Ommaviy axborot vositalari haftaligi ertaga ham davom etadi. Dasturdan Media Showcase loyihasi, media taqdimotlar, press turlar va tajriba almashinuviga bag'ishlangan tadbirlar o'rin olgan.